Ada nima qilganingiz bu? Yana peyla sindirdingizmi? Qaralik qursin bola qo'limdan tushib ketdi. Bitta peylada choy ham eplab icha olmaysiz a? Hozir keliniz kelsa nima deyman? Keliningizni bitta idish tovog'i ham qolgani yo'q. Kechir bolam. Ataylab qilganim yo'q. Mana shu qo'llarim bilan bir umr halol mehnatim bilan sizlarni boqdim. Endi esa bu qo'llarim bir piyolani ushashga ham yaramay qoldi. Sen nima qilib o'tiribsan? Taxtadan kosa bilan pilla yasamanmi? Nima? Zam dodamga o'xshab qaraganingizda qo'llaringiz qaltirab piyolani usholmay qolasiz. O'shanda sizga mana shu taxta idishlardan ovqat beraman.